shunaqa chiroyli, shunaqa ideal bilinchiklar bo'lishi mumkinmi? Axir buni iloji yo'q-ku. Men hech qachon bilinchiklarni o'xshatolmaganman. Oxir o'zimga qaytib bilinchik qilmayman deb va'da berganman. Dishga shoshilmang. Albatta shunaqa chiroyli, shunaqa ideal, shunaqa teshichalari ko'p, mayin, yumshoqqina bilinchiklar bo'lishi mumkin. Hatto buni yumshoqligidan, mayinligidan bilinchiklarning o'zi ham hayratda. Bir marta shu retsept bilan tayyorlab ko'rsangiz, aniq boshqa retseptlarni esingizdan chiqarasiz. Bir marta qilganingiz o'zida shunaqangi zo'r chiqadi, buni shunaqa chiroyliligini ko'rib, har kuni tayyorlagingiz keladi. Buni teshichalarining chiroyliligini qarang, ta'riflash shart emas, bitta ko'rish o'zi yetadi. Buni turishlarini, chiroyliligini, ranglarini ko'rib, hamma narsa xayolingizdan chiqib ketdi. Hamma narsani esdan chiqarsangiz ham like bosib yaqinlarga tashlab qo'yishni esdan chiqarmang.